Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Alijon Abdullayev. Andijonda mana yaxshilab qor yog'yapti. Xudo xolasa Allohning ne'mati. Bugun juma ayyominglar muborak bo'lsin hammanglarga. Juda chiroyli manzara, bir zavq berdi. Allohning ne'mati, juma barakati. Atapleniya bor issiqxonalarimizda mana qorlar tushib ketmoqda o'zi. Bo'lba mana tandon issiqxonalar ukloni yaxshi qilingan. Boshqa issiqxonalarimizni yozib ko'rsataman. Mana bu yerda ko'rsanglar hammasi tushib ketyapti. Qolma yo'q. Mana endi xudo xolasa, ko'chatxonamizga boramiz. Bu yerda matchnilarga olib qo'ygan ona ko'chatlarimiz bor. Bu yerda Albion bor, Cabrilla bor, Kingsbury bor. Keyin agar o'zimizdan oshadigan bo'lsa, Koreyadan faqat primoy olib kelgan elitadan olingan ko'chatlar bor. Endi bu yil F1 bo'ladi, xudo xolasa. Shulardan ham ozroq ortishi mumkin. Lekin hozir fevral oyiga ekanmiz, xudo xolasa. Shunda aniq bo'ladi uni ortish ortmasligi. Bir aloqaga chiqamiz inshaalloh. Hozir ko'chatlarni ochadigan bo'lsam, ko'rsataman ko'chatlar holatini ham, xudo xolasa. Qorlar tushib ketgan, yaxshi Allohga shukr. Koreyskiy qilib mana qilib o'ylab chiqamiz. Birdan bu yil 8 ta tandon ekamiz, xudo xolasa. 2 ta qolgan, uni ham ekamiz. Birdan 8 gacha. Hamma qorlar mana tushib ketgan. Bunaqa g'irch qilib qorda ovozini anchadan eshitmagan edik. O'tgan yil ham bunaqa yaxshi qor yog'magan. Ko'chatxonamiz ham yaxshi, lekin ozmoz qopti mana qorlari. Bu yerda atapleniya yo'q. Ozmoz to'kilgan qorlari. Har qalay chidab beryapti. 10 metrli turbada qilingan edi. Pastamon ham. Hammasini uzunligini hisoblasa 100, adashmasam 106 metr uzunligi. Juda chiroyli manzara, to'g'rimi? Alloh rizq berib, mana qish oylarida ham hosillar bo'lib turibdi, xudo xolasa. Solxanni oldin uncha kam ekardim. Bu yil xudo xolasa bir 90% solxan ekamiz. Andijon xalqi Kingsbury'ni yaxshi ko'radi, shuning uchun o'sha xaridorlarimizga Kingsbury hozir olib qo'yamiz. Solxan mevalarini ham inshaalloh bir ko'rsataman. Xonamizga ham kirdik. Xudo xolasa qorlar ozmoz bor. Qoq tushirib yuborsa bo'ladi. Bu Kingsbury ko'chatlarimiz. Kingsbury ko'chatlarini uxlatib qo'yganmiz. Ya Alloh. Xudo xolasa chiroyli holatda. Bu yerlarda hozir yaponskiy bor, keyin koreyskiy ko'chatlar bor. Ularni ham sekin-sekin ko'rsatib o'taman. Albionlardan boshlaymiz. Mana holatda qolgizganmiz. Uxlaganda mana baki qizarish kerak mana. Qirqtalikasiga qilingan. Albionlar ham ancha bor, xudo xolasa 10-15 mingta chiqib qolsa kerak. Kingsbury mana. Ikkinchi gullar. Mana bitta bunaqa yaxshi changlamaganlari ham bor. Bularni ovarish kerak. Birinchi gullar tugayapti mana. Blesk. Ikkinchi gullar. Ikkinchi gullar ham mana yirik meva beradi. Haroratimiz 10 gradus turibdi.
Hozir ikkinchi gulimda ko'radigan bo'lsanglar, bilmayman 20 ta bor. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta ikkitasi bor ovoradigan mana. Ana. O'rtasi qora bo'lib qoladi mana. Soqolga o'xshab, junga o'xshab. Shundan bir 8 ta mevasilar ham yetarli bo'ladi. Bu Kingsbury. Endi yaponskiyni ko'rsataman mana bu tomonda ko'rsanglar. Kingsbury banklari sal ochroq. Yaponskiyda immunitetini ko'ringlar mana. Mevalar uzun bo'lib, shodasi juda uzun bo'lar ekan, qarang. O yerga tushaydi deyapti. Oq qulpnaydan o'tib ko'rsataman sizlarga. Mana oq qulpnay. Xo'sh, oq qulpnaylarimiz bor ekan orada. Mana oq qulpnaylar ham yirik solyapti. Meva juda ko'p bo'lar ekan. Qizillar ham erta gullar ekan, lekin mana qarang, shodasi uzun bo'lar ekan, bilmayman 40 santimetrga borib oladi. Mana bular oqlar. Buni xususiyatini o'rgandim. Xo'sh. Immunitet baquvvatlik uchun ulardan ko'ra baklari juda balandroq mana. O'sgan. Azotni ertaroq to'xtatish kerak ekan bunda. Birinchisi, ikkinchisi juda erta mevaga kelar ekan. Oktyabrda yo'lab pishishni boshlagan. Birinchi shuni sotganmiz. Shunaqa. Keyin buni juda yaqin ekib bo'lmas ekan, bunaqa baraqlab ketib qolagan. Biz 20 ga ekadigan bo'lsak, bu sortlar. Buni 25-30 santimetrga ekish kerak ekan oralig'ini. Mevalar juda ko'p. Ertaroq kaliga o'tkazish kerak ekan. Qorlarimiz erib yotibdi. Haroratimiz 3 gradus, 3.1 ekan bu araliq. Tashqari 2.1. Namlik 84. Yaxshi. Ventilyatorlarimiz, otopleniylarimiz ishlamoqda. Bu solgan. Bismillah. Qop-qorong'i turibdi hozir. Solgan bor. Xo'sh, bitta tutib ko'radigan bo'lsak, solganda mana bu birinchi gul chiqishni tugadi. Ikkinchi gul hosil boshlandi. Uchinchi gul yonidan chiqargan ekan. Bitta joyda qaynagan ozgina. Hisobda bu yerda ham gul aylansak. Mana shunday holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol natijaga erishsa bo'ladi. Mana buni ham ko'radigan bo'lsak. Birinchi gul tugamadi hali. Ikkinchi gul. Bu yerda yana gullar chiqyapti. Shunday holat. Umumiy holati yomon emas, xudo xolasa. Endi Kingsbury'ni ko'ramiz. Bu Kingsbury. Kingsbury'da bilasizlar, atbor ko'p bo'ladi. Mana bitta tutib ko'radigan bo'lsak, birinchi gul tugagan mana. Buni olish kerak o'zi. Xo'sh. Birinchi gulda 100 gram, 150 gram deyavering mana hosil. Ikkinchi gul. Ikkinchi gul ikkita chiqqan, sababi qaynagan bu yerdan. Bitta tupimiz 3 ta bo'lganmikin shu. Asosan atbor. Bitta ikkita gul. Demak, onu hisoblasangiz bitta gul, ikkita gul, 3 ta gul, 4 ta gul, 5 ta gul. Mana bu yerdan yana 2 ta gul chiqyapti. 7 ta gul hisobda. Mana bu tomonda ham bor ekan. 8 ta gul.
bularni ularni olsak, 8 ta gul. Bu inshaalloh Ramazon oyiga. Mana shunaqa yaxshi parvarish qilsangiz, biz aslida Kingsburyga yetadigani yo'q. Adborlar. Changlamagani bormang. Xolos. Mana shu o'zi ham yetadi o'zi. Misol mana shunday qilsangiz, adbordan bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta adbor olsangiz ham 35 grammdan hisoblasangiz ham mana shular bemalol chiqadi 32 gramm shunaqa. 30 grammdan hisoblasangiz ham 150 gramm. Agar 5 ta olsangiz, shapkangizni osmonga otaverasiz. Do'ppingizni osmonga otasiz deydimi? Shunaqa. Bu holatlar ham yomon emas. Kingsbury ancha avjida, xudo xolasa. Men buni suyganim mana shu adbori ko'p chiqadi. Bilasizlar, fevral oyiga o'tib adbor ancha kamayib ketadi. Endi mana yomg'irli kunlarda ehtiyot bo'lasiz. Mana kompaniya pangida seri gnil ilashib qolishi mumkin. Laklardan tozalab, orasini havo aylanadigan qilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Mana mayda 3 ta gul changlamagan, 3 ta 4 ta gul. Mana shular tozalab turish kerak. Ishchilarga bir tozalatkizganmiz, yana ozgincha qolgan ekan. Mana meva berib bo'lganda buni vaqtida olish kerak. Olsa keyingilarga amal tezlashadi. Bugungi qisqacha ma'lumotimiz shu. Tani joylar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Alloh omadinglarni bersin.